Agar yaqinlik paytida havo chiqib, sizni judayam uyatli holatga solayotgan bo'lsa, siz qizarib, xijolat bo'lib, balkim normadir deyotgan bo'lsangiz, aynan bu video siz uchun. Ayollarimiz bu haqda gapirishni xohlamaydi va uyaladi. Qattiq uyalgani uchun bu haqda ochiq gapira olmaydi. Yaqin insoniga, onasiga, opa-singlisiga ham aytishga uyaladi. Bu yaqinlikda havo chiqishi norma holat emas. Intim mushaklaringiz kengayganidan. Aytaylik, intim mushaklar tor holatda bo'lsa, mana erkak intim zonasi kiradi va chiqadi. Bu yerda havoga umuman joy yo'q. Agar sizda intim zona kengayib, biroz kengayib, bo'shashib qolgan bo'lsa, demak yaqinlik paytida harakat hisobiga havo kiradi va chiqadi. Atrofi bo'sh, atroflari bo'shashib ketgan, intim zonangizni ichkari polniy mushaklar bo'shashib ketgandan keyin havoni olib kiradi, olib chiqadi. Ya'ni ishqalanish hisobiga havo kirib chiqadi va joy katta. Mana sog'lom qinda yaxshi holatda ikkita barmoq mahkam siqiladigan yoki ikkita barmoq kira olmaydigan holatda tor bo'lishi kerak. Agar sizda bunaqa holat bo'lmasa, sal kengayib, ikkita barmog'ingizni kirganingizda bemalol kirib chiqadigan holat bo'lsa ham, atrofi bo'shligini hisobiga havo kirib chiqish holati kuzatiladi. Bu holatga, ya'ni intim zonani kengayishiga nima sabab? Intim zona bilib olishimiz kerakki, bu ikkala devor qin mushaklarimiz, ya'ni mushaklardan iborat bo'lgan qinimiz kuchsizlanishi, bo'shashishi, kengayishiga sabab nima degan savol tug'iladi. Siz o'ylashingiz mumkin, tug'ishimdan oldin, tug'ruqdan oldin bunaqa holat yo'q edi deyishingiz mumkin. Lekin tug'ruqdan oldin intim mushaklar уже bo'shashishni boshlagan. Chunki gormonal buzilish, sizni gormonlaringiz noto'g'ri ishlashi, ba'zi gormonlaringiz baland, ba'zi gormonlaringiz past ishlashi ham sizda muammo paydo bo'lishi, bu devorlar kuchsizlanib qolishiga sabab bo'ladi. Sizda nima bo'ladi? Homiladorlik paytida juda ham kuchli nagruzka tushadi, aynan qin mushaklarimizga. Mana bu yerda qin mushaklaringizni ustida nima bor? Albatta bachadonimiz. Bachadon kattalashadi homiladorlik paytida va bu yerda homila rivojlanadi. Mana aytaylik, bu farzandimiz, jussalari, oyoqlari deylik. Endi primerni tushunishinglar uchun bularni hammasini suvi, yo'ldoshi, hammasini og'irligi albatta qinga tushib kelyapti. Qin bo'shashishiga polniy nagruzka tushgani sabab ham bo'shashib ketish holati yuzaga keladi. Ya'ni qinda kuchli nagruzkada ishlashi o'zi devorlari gormonal buzilish sabab bu bo'shashib, zaiflashib ketganida endi bachadonni og'irligi tushib, ya'ni homilani og'irligi pastga tushib, yana ham kengayish holati bo'ladi. Bu endi birdaniga kengayib qolmaydi. Sekinlik bilan bo'shashib, kengayib, zaiflashishni boshlaydi. Va yana bizda eng yomoni qabziyat kuzatiladi. Qabziyatda albatta pastga kuchanamiz. Bu holatda ham xohlaysizmi yo'qmi qin yana ham kengayib ketadi. Necha yoshdasiz, nechta tug'ruqni boshingizdan o'tkazdingiz yoki bo'lmasam kesirva bo'lgan bo'lsangiz ham, hattoki tug'magan ayol bo'lsangiz ham sizda havo chiqishi kuzatiladi. O'tirganingizda, turganingizda, yotib turib, reski o'tirganingizda ham piqir bo'lib havo chiqishi kuzatiladi. Bu nimadan? Albatta ichkaridagi intim mushaklar bo'shashib, kengayib borayotganidan. Chunki qizlarda ham gormonal buzilish bo'ladi. Gormonal buzilish hisobiga, qabziyat hisobiga sekinlik bilan bo'shashish holati bo'ladi. Qinni ichiga havo mana bu yerdan kiradi, lekin chiqib ketishi uchun joy yo'q. Qinni bachadon to'sib turadi mana bu joyini. Havo kiradi, faqat tashqariga chiqib ketishi kerak. Boshqa yo'l yo'q. Shuning uchun havo kirib chiqishi qizlarda, yosh ayollarimizda, tug'magan ayollarimizda kesirva bo'lgan, tuqqan, yoshi nechida bo'lsa ham bu muammo kuzatiladi. Endi muammo bor ekan, sabablarini ko'rib chiqdik. Endi yechimi qanaqa bo'ladi? Albatta, biz intim fitness mashqlarini bajarganimizda ichkaridagi mushaklarimiz va qinni o'zi tiklanishni boshlaydi. Ya'ni sizga hozir bitta mashq o'rgataman, yengil, oson, oddiy bajariladigan mashq o'rgataman. Xohlasangiz o'tiring, o'zingizga qulay holatda, xohlasangiz yoting, yotib, oyoqlaringizni yelka kengligida ochib, tizzalarini bukib olsangiz ham bo'ladi. Bu holatda mana xuddi shu rasmdagidek yotib,
Endi his qilishga harakat qiling. Shu aynan intim zonani mahkam siqishga, mahkam deganim kuch bilan siqmaysiz, yengil siqasiz, yengil bo'shashtirasiz. Aytaylik 3 sekundgacha siqib ushlab turishingiz mumkin. Bu holatda albatta nafas rovni aylanishi kerak. Nafas olishni to'xtatib qo'ymang. Yengil siqasiz, sekin bo'shashtirasiz. Va bu mashqni siz 10-15 martagacha takrorlaysiz. Xohlang yotgan, xohlang o'tirgan holatda. Bitta vaqtda takrorlaysiz. Buni kun davomida 3-4 marta takrorlab yurasiz. Aytaylik 10 martadan 4 mahal yoki 15 martadan 4 mahal bajarsangiz, sizda sezilarli o'zgarish boshlanadi. Siz bu mashqni albatta hozir eng yengil mashqlik uchun buni o'rgatdim, oynada tekshirib qilishingiz kerak. Siz agar pastga kuchanadigan bo'lsangiz, organlaringiz pastga itarilib, chiqib qolish holatgacha yoki intim zona yana ham kengayib, yana ham havo chiqishi ko'payib ketish holatiga o'zgarib ketishi mumkin. Albatta, trener nazoratida qilishingiz kerak, lekin hozir siz oyna bilan mashq qilishingizni tavsiya beraman. Oynada ko'rib, tekshirib, pastga kuchanmayotganingizga ishonch hosil qilib, kun davomida mashqlarni bajaring. Hozir men sizga faqat bir dona mashq o'rgatdim. Demak, bu mashqni 3 kun davomida qilasiz, sezilarli o'zgarishni ko'rishingiz mumkin. Aytaylik, oynada tekshirganingizda hozirgi holati va 3 kundan keyingi holatini ko'rib solishtiring. Xohlasangiz rasmga olib qo'yishingiz ham mumkin. Sezilarli ravishda o'zgarish boshlanadi sizda. Agar siz bu mashqni yanayam kuchaytirib, intim zonani shunaqa keng, havo kirib bemalol chiqadigan holatdan shunaqangi tor holatga o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, ya'ni intim zonaga havo kirish tirqishini yopib, ya'ni intim zonamizni manjetkalarini yopiq holatda, hozir ochiq keng ko'rinib turgan ichki organlaringizni yopib ichkariga ko'tarmoqchi bo'lsangiz va intim zonani ichlari bilan tor holatga olib kelmoqchi bo'lsangiz, bu tushib qolgan devorlarni hammasini ko'tarmoqchi bo'lsangiz, demak, Inti Fitness kursimda sizni kutib qolaman. Ya'ni bu mashq sizga birinchi berilgan mashq, prosta eng yengil mashq. Buni bir xil tempda qilib yurganingiz bilan bitta natijaga chiqib olasiz, bo'ldi, shuni ushlab turasiz xolos. Agar buni yanayam yuqori cho'qqilarga ko'tarmoqchi bo'lsangiz, intim zonani manjetkasi aytaylik toraydi. Endi ichlari bilan torayib, umuman havo kirib chiqmaydigan va o'zingizni bemalol erkin holatda his qiladigan darajada mushaklaringizni kuchaytirmoqchi, toraytirmoqchi bo'lsangiz, demak, Inti Fitness mashqi sizga yordam beradi. Bu mashqlar kompleksi albatta yaqinda boshlanadigan Inti Fitness kursimda bo'ladi. Bu Inti Fitness kursida siz bir etapda mashq qilib yuravermaysizda, sekin-sekin darajangizni ko'tarib borasiz. Oddiy ingliz tili o'rganmoqchi bo'lgan ayol qizlarimiz ham bir xil levelda yuravergani bilan IELTS olib qola olmaydi. Shuning uchun ham levellarini sekin-sekin ko'taradi. Bitta levelda уже bitirdi, keyin yana ikkinchi, uchinchi pog'onalarga ko'tarilib ketadi. Biz ham kursda aynan shu metodda ishlaymiz. Biz birinchi intim mushaklaringizni his qilish, uni yaxshilab o'rganib, mashqlar yordamida chiniqtirishni o'rganamiz va keyingina ikkinchi etapga o'tamiz. Shunaqa qilib darajangizni ko'tarib, siz eng yuqori darajaga chiqasiz. Boshida aytganimdek, intim zonani zo'r tor holatga olib kelasiz. Aytaylik, ikkita barmoq sig'maydigan darajada judayam tor holatga keladi. Agar Inti Fitness kursimizga qatnashib, yuqori natijalarga chiqmoqchi bo'lsangiz, unda pastdagi ko'k havola orqali ro'yxatdan o'ting va ismingizni, telefon raqamingizni qoldiring. Siz 25% katta bonus chegirmaga ega bo'ldingiz. Kursimizga 25% chegirma bilan qo'shilishingiz mumkin. Yordamchilarimiz sizga aloqaga chiqadi va to'liq ma'lumot berishadi. Agar xohlasangiz, qo'shni davlatlarda bo'lsangiz, aytaylik, yoki tezroq aloqaga chiqmoqchi bo'lsangiz, pastda adminimizning linkiga o'tib, 25% chegirma deb yozib qoldiring. Sizga 25% chegirmada kurs narxi qanaqa bo'ladi, kursda o'zi nimalar o'rgatamiz, Telegramdan albatta sizga yozib tushuntirib berishadi. Agar videoni shu joygacha tomosha qilgan bo'lsangiz, demak, havo chiqishi sizga norma hisoblanmagan va bu muammoni oldini olmoqchisiz. Turmush o'rtog'ingizni oldida qayta hijolatli holatga tushmasdan, bu muammoni hal qilib, tez to'xtatmoqchi bo'lgan sog'ligiga befarq ayolmassiz. Sizni juda ham hurmat qilaman. Sizga 25% chegirmani sovg'a qilaman. Sizni Inti Fitness kursimda kutib qolaman.